Kitob o'qigani bois dunyo uniki edi. Betty Smith. Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevar yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Kitob bilan loyihasi navbatdagi soni davom etadi. Bizda yana bir mehmon kitobxonamiz bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz? Men Saim Bobo Yusupov bo'laman. Shu Do'stlik shahrida yashayman. Kutubxonaga qatnab turaman. Ilojim boricha kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bu kitob mutolaasiga bo'lgan mehringiz necha yoshdan paydo bo'lgan? Yoshlikdan o'qitganmiz. Maktab kutubxonasidagi iloji boricha kitoblarni barisini o'qishga urinib ko'rardik-da. Men Samarqandimizning Qo'shrabot rayonida Yo'sh qishloq sovetida tug'ilib katta bo'lganman. Qo'rg'on degan maktabda o'qidik. 7 yillik maktabida. Shu kutubxonadagi ilojim boricha tushuna olgan kitoblarni o'qib chiqqanman. Hozirgacha o'qiyman. Endi ilojim boricha odamlarni yaxshilikka, ezgulikka chorlovchi kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Xosatan mana bugun ham oldim, mana Ulug'bek hamdamning Bizdan rozi bo'ling ota degan kitobini oldim mana. Endi otaning jamiyatda roli, oiladagi roli juda katta bo'ladi. Bu oila bir kichkinagina jamiyat. O'sha oilalarda yig'ilib jamiyat paydo bo'ladi. Ota bolalarini iloji boricha faqat yaxshilik qilishga urinishga tarbiyalash kerakda. Yovuzlikka, odamlarning haqini yeyishga, bezorilikka o'rgatmaslik kerak. Bola ham shunga yarasha ota-onasining roziligini olishga urinish kerakda. Shu otaning ham boladan qarzi bo'ladi deydi payg'ambar. Birinchi qarzi tug'ilgandan keyin yaxshi ism qo'yish kerakki. Katta bo'lganda o'zining ismidan uyalmasligi kerak. Ikkinchi, uni o'qitish kerak, yaxshilik ishlarga o'rganish kerak deydi. Oilada farzand tarbiyasida ota, kitobning o'rni, ahamiyati qanchalik deb bilasiz? Albatta, kitob bilasizmi, kitob ko'p narsa beradi. Hozir mana internet chiqdi, odamlar telefonga yopishib oldi. Juda qisqa narsa bular. Juda qisqa narsada darrov unutiladi ham. Ham unutib ketadi. Kitobni o'qigan odam undan juda ko'p narsa oladi-da. Masalan, bizning xalqimiz kitob juda hali endi mana davlatimiz rahbarlari nima qilyapti? Kitob 100 ta kitob o'qib chiq deb beryaptimi hozir? Tavsiya qilyapti. Lekin boshqa millatlar bizlardan oldin ketganda. Nima Moskvaga borib kelganlar aytadiki, Moskvadan metrosiga kirgan o'sha yerlik aholi darrov sumkasidan kitobni chiqarib kitob o'qiy boshlaydi dedi. Metro kelgunga qadar. Yo'q, metroning ichida ham o'qib ketaveradi. Ichida ham. O'qimaydi. Biznikilar shu metroga kirsangiz kitob o'qib o'tirgan odamni kamdan-kam ko'proq telefon bilan vaqt o'tkazadi. Manzilga yetgunga qadar. Juda ham oz narsa bu. Bo'lmasda. Keyin telefonning foydasiga ko'ra zarari ham ko'p. Odamning ko'ziga ham ta'sir qiladi. Nur kitobga qaraganda baribir ziyon, chunki quyoshning nuri bilan telefon nurining orasida farq bo'lsa kerak. Albatta. Hozirgi jamiyatimizda ota-onalar, ustozlar norozi bo'ladi-da. O'g'limga ta'lim-tarbiya bera olmayapsan, ta'lim-tarbiyasi buzilib ketyapti degan narsalar bo'lyapti-da. Lekin eng avvalo muhit menimcha oiladan paydo bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ota-ona dastlab mana shu farzandiga to'g'ri tarbiya berib, kitob mutolaasiga targ'ib qilish kerak, to'g'rimi? Ustozdan avval birinchi oila turadi. Mening nazmimda shunday. Sizningcha? To'g'ri bu. Tarbiya avvalo o'zini ayblaydi. Masalan, bu odamlarni ko'rganman, bolam yomon, unday. U yomonmi, yaxshimi, u sening bolang, seni uyingda tarbiya topdi. To'g'rimi? Albatta. Ota-ona sababchidir nima bo'lsa.
To'g'ri, albatta. Endi otajon, mana suhbat qilyapmiz, bevosita siz ko'proq kitoblar mutolaa qilasizda. O'sha o'qigan kitoblaringizni o'zingizning farzandlaringizga, nabiralaringizga ham aytib berasizmi taassurotlaringizni? Bo'lishasizmi o'qigan kitoblaringiz bo'yicha? Ha, aytaman. Sizni tinglab, sizni ortingizdan ham nabiralaringiz kitob o'qib turadimi farzandlaringiz? O'qiydi, o'qiydi. O'qiydi. Endi o farzandlar hozir katta bo'lib ketgan emas, oilalar bo'lib ketdi. Endi faqat aytaman, bolalaringga aytinglar, kitob o'qisin. Hamma narsa kitobning oldiga kelaversin salom berishga. Mana shu yoshlarga, Keksa nuroniy kitobxonalarimizga, umuman jamiyatimizdagi barcha aholiga mana shu kitob mutolaasi bo'yicha qanday tavsiyalar bera olasiz? O'qish bo'yicha ko'pchilik erinadi, kitob o'qish qiyin deydi. Yo bo'lmasa boshlashdan zerikarli degan narsalar bo'ladi-da. Endi har kimning har narsa yoqadi-da. Masalan, shaxsan menga kitob ko'rish juda qiyin bo'lsa kerak, yurib ketaman. Televizorda ham qaraysan, bir yarim soat yoniga tegadi. Kitob odam joniga tegmaydi. Xullas, kitob o'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi, to'g'rimi? Kitob odamning joniga tegmaydi. Sizga mazmunli suhbat uchun yana alohida minnatdorchilik bildiramiz. Kitob bilan loyihasining bu galgi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting.